Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, nima bunday xursand bo'lib kelyapsan? Bilmaysizmi? Yo'q. Bugun 7-may. Ertaga bayram. Yetimcha? Yo'q, unaqa emas. Sen hali meni yetimligimni yuzimga soladigan bo'lding. Yo'q. Hamma og'aynilarimdan ham, hamma tanishlarimdan kutsam ham seni kutmagandim lekin. Men hali yetim bo'lib qoldim sen. Noto'g'ri tushundingizmi Muxsh aka? Sendan nafratlanaman. Bugundan boshlab hammasi tamom. Bo'ldi, ko'zimdan ko'rinma. Xayr. Salom. Salom. Yaxshisan? Yaxshi. Jonim xafa bo'lma. O'sha kun sal kayfiyatim yo'qroq edi. Bilasan-ku, jahldorman, shunaqa jahlim chiqib ketadi. Mayli, kechirdim. Rahmat. Muxsh aka, Hop. bilasiz, bugun 9-mart, ertaga tug'ilgan kunim. Yetimcha. Muxsh aka, noto'g'ri tushunyapsiz. Sen yana yetimligimni yuzimga solyapsan, ha? Muxsh aka, noto'g'ri tushunyapsiz. Bilardim. Qayta yetimligimni betimga Unaqa deganim yo'q. Bo'ldi qiling Muxsh aka. Nima qoldim-da? Xayr. Alvido. Ana endi tugadi hammasi. Urod, boshqa ko'rishmaymiz. Alvido.